Bu salat shunchalik osonligini bilganimda mehmonlarni har kuni hayron qoldirardim. Qaynatilgan kartoshkalarni qirg'ichdan mayda tishidan chiqarib, mayonez solib aralashtirib, tekislab olamiz. Orasiga yana mayonez surib, sabzini ham qirg'ichdan chiqarib, qo'shib olamiz. Ishimiz tez bo'lishi uchun qazi markazi tushunkalarni olib, yog' suvini ajratib olib ezib, qo'shib olamiz. Tushunkani tuzi yetarli bo'lgani uchun mayonez solmaymiz. Tuxumni ham qirg'ichdan chiqarib, uni ham solib, ustiga mayonez solib olamiz. Endi navbat salatimizni go'zal qiladigan lavlagiga. Salatimiz tayyor. Endi uni bezagini tayyorlab olamiz. Qizil atirgullar uchun lavlagili bilinchik tayyorlab olamiz. Bilinchiklarni tovada pishirib olamizda, so'ngra dumaloq shaklchalar yasab olamiz. Yaxshi yopish uchun orasiga smetana yoki qaymoq surib, yaxshilab o'rab olamiz. Ushbu atirgullarni yasash juda ham oson. Atirgullarimizni salatimiz ustiga bir chetdan terib chiqamiz. Yana ham go'zal bo'lishi uchun petrushka yoki kashnich bilan bezak berib olamiz. Bunaqa salatni kim tayyorlab berishini xohlasangiz, o'sha insonga jo'natib qo'ying. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.